Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endilikda Svet 2 stilda ko'rib turgan barcha futbolka shortingiz atiga 13 ming so'mdan. Bunaqa narx hali O'zbekistonda bo'lmagan. Assalomu alaykum. Narxni endi biz vobshe sindirib tashlaymiz. Chunki hozir barchasi hozir 17 ming so'mdan. Obshi. Bizga faqat ob'yom kerak azizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narx sindirish bo'lsa, narx sindirish 14 ming so'mdan sotilgan ayollar kiyimlari endilikda 7 ming so'mdan. Bizda belliklar razmerlarini ham topsangiz bo'ladi. Rasvetkalari juda ham ko'p. Bemalol kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bizda ob'yom juda ham ko'p. Ve 12 ming so'mga mana ko'yinaycha kimga kerak? Mana 12 ming so'mga, mana 12 ming so'mga. Bizga faqat ob'yom kerak. Mana 3 yoshga deysizlarmi, mana 5 yoshga deysizlarmi? Farqi yo'q. Hammasi Xitoy material toza. 12 ming so'mdan azizlar. Biznesmen apajoylar pulni pulga urishtirish davri keldi. Bozorda 55 ming so'mdan sotilib turgan trikolar endilikda 29 ming so'mdan. Bemalol butun mahallani triko bilan ta'minlasangiz bo'ladi. 6 yosh deysizlarmi, 7 yosh deysizlarmi, 9 yosh deysizlarmi? Atigi 9 ming so'mdan eng yozga muzdagina trikolarni balajonlar uchun olishingiz mumkin. Mana yana arzon, yana qanaqa kerak arzon narsa sizlarga. Azizlar, ko'yni lozimlarimiz 46, 48, 50, 52 gacha razmerlar mana atigi 39 mingdan bo'ldi. Choklari juda ham chiroyli, sifati a'lo darajada. Hozir Svet tekstildan svetlari juda ham ko'p, rasvetkalar chiqdi mana. Bu yerda mana yana rasvetka, mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir hammasi nalichi sotuvda, bizda onlayn zakaz olib, keyin chiqarib berdim. Unaqasi yo'q, chunki mana materiallarini, rulonlarini ham bosib qo'yganmiz o'zi. Mana qancha bo'lgan bo'lsa, hammasi o'zimizda ishlab chiqarish birinchi qo'l Svet tekstilda. Narxi 39 ming, kimgadir nechtadir kerak bo'lsa, bizga ob'yom kerak. Katta partiyada qilib yetkazib beramiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, 50 tami, 300 tami nechta bo'lsa, ekranda nomer qoldirdik. Bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib, nechta kerak bo'lsa, qaysi viloyatdan bo'lgan bo'lsa, zakaz berasizlar, chunki bizga o'ta ko'p ob'yom kerak. Obunachilari, aytib o'tganimizdek 12 ta viloyatga dastavkalarimiz ishlayapti. Alisher aka, qaysi viloyat narsalar tayyor? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hozir biz viloyatlarga eng sezonda tapchkalar chiqaryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi eng arzon narxlarda 14 ming so'm, 19 ming so'm, ikki xil variantda, ikki xil narxda. Hammasi O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib filiallarimizga chiqib ketyapti. Bular hammasi hozir Namangondagi filialimizga chiqib ketyapti. Mana bunonimiz bo'lsa, hop Jizzaxdagi filialimizga chiqib ketyapti. Mana bular ham, mana buni ham Namangondagi filialimizga chiqib ketyapti. Bu yerda ko'ynilar bor, futbolka shortiklarimiz bor. Hamma mahsulotlarimizdan chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Mana bunonimiz bo'lgan bo'lsa, mana Navoiyga chiqib ketyapti. Mana bunisi bo'lsa, bu ham Namangonga. Namangonda ikkita bo'ldi filialimiz. Endi hozir ichkarida boshqa qoplarimiz ham bor, boshqa yuklarimiz ham bor. Ular bilan biz sizlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, razmerlariga kerakdigan bo'lsa azizlarimiz, hop, mana hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 yoshgacha 11 ming so'm, 12 ming so'm, 13 ming so'm, 14 ming so'm. Hop, 4 xil narxi bor, 4 xil razmeri bor. Endi bundan kattasi podraskoylarimiz narxi 14 mingdan. Mana bularimiz, bularimiz 36 gacha razmer. Mana har xil svet, har xil rasvetka. Bularda keyin asosan ko'pini, har bittasini bitta qilib donalab Telegram kanaliga rasmlari bilan joylab qo'yapmiz. Endi bundan nimasi? Murskoychasi, bu ham podraskoy 14 mingligi. Keyin mana kattalardagi chiqdi, anaqa padoji qalinroq. Bu Xitoydagi, O'zbekistonniki emas. Bular narxi 19 mingdan, keyin anaqa masajlik deydimi mana. Bunaqasi bor mana. Mana shu gullari ham yaxshi mana. Keyin mana bunaqasi ham yechiladi. Mana ikki xil variantda ishlanaverar ekan. Xitoydagi yangilik, bu yildagi model. Narxi bu ham 19 ming so'mdan. Fasoni juda ham ko'p. Bittasini mana yerda mana gulchasi bor. Mana bunosida ayiqchasi bor. Yana bittasida bir narsa bor. Rasvetkasi juda ham serob. Narxi 19 ming. Bitta past narxi podraskoyi 14 ming. Murskoy kattalardagi bor, u ham 14 ming. Keyin detskilarimiz bor. Ular 11 mingdan 14 minggacha razmeriga qarab Telegramda har bittasini rasmini olib, narxlarini joylab qo'yganmiz azizlar. Oldin 37 ming so'mdan bo'lgan sochiqlarimiz endilikda 15 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Rasvetkalar juda ham ko'p. Hozir ranglar bilan tanishtirib o'taman. Mana.
Sifati zo'r, mana hamma joyi zo'r. Paxtadan yumshoq bo'lgan. Mana rasvetkasini ko'rsataman. Mana. Rasvetkalari ko'p. Mana. Rasvetkalari ko'p. Endi bu tomondagi pastellarimiz bilan tanishib o'tamiz. Mana. Alisher aka, pastelimiz qancha edi? O'shasi 145 mingligi. 145 ming so'mlik 6 oylik pastellarimiz. garantiyasi bor o'shani. 6 oylik garantiyasi 6 bilan. oyga mabodo bir narsa bo'lib qolsa qaytarib olaveramiz. 6 oylik garantiyasi bilan. Mana sochiqimizni pachkasi qancha edi? 115 ming edi. Mana 115 mingga nechta 50 tami? 50 ta. 115 mingga 50 ta sochiq. Mana 44 ming so'mdan sochiqlarimiz. 10 ta sochig'imiz 44 ming so'm. Endi bola sochig'imiz qancha edi Alisher aka? 79 ming. Mana 79 mingga quyonchali sochiqlar. Mana pastellarimiz 195 mingda. Xitoy pasteli. Xitoy pastellarimiz 195 ming so'mdan. Yana yuraychaligi pastidagi qizillarni ham ko'ring-da, rosa chiroyli rasm. Mana ularni ham ko'rsating. 65 mingdanmi Alisher Ha, aka? 65 mingdan. Mana. Bular ham Xitoy material, bambu Korobkasi material. bilan bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Mana dollarli pastellar. Alisher aka, bu yerda qanaqa sochiqlar bor? O'sha 15 minglik bet sochiqlar. Sochiqlarimiz mana rasvetkasi bag'da ham bor ekan. Sifat tekstili eng arzonlarini kuzatib boramiz. Hozir futbolkalarimizni lakra materialdan eng tozasini mana ko'rsatamiz. Mavlari ham ko'chmaydi, umuman printer qilingan. Sifatlarini ko'rishlik mumkin. Mana juda ham chiroyli chiqqan. Bular hammasi eksportga chiqqan futbolkalar. Bitta upakovkasida hop 3 tadan solingan, tiniq, akkuratniy. Hop, rasvetkasi sarig'i bor, havo ko'ki bor, qizili bor. 3 xil svet 35 ming so'mdan berilgan. Endi hozir 19 ming berdik narxini, arzon qilib skidkada. Endi bularda nimasi bor? Mana bunaqa hop finkalar bor. Mana bunaqa hop, mana hozir sifatlarini ham ko'rsatamiz. Birovlar razmeri bo'lsa 52, 54, 56 mana. Bular ham yoqali. 19 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni ham. Hozir bular hamma filialimizda bor, azizlar. Keyin juda ko'pchilik uni 13 minglik tepa pastingizni ko'rsating deyishdi. Realini, upakovkasini ko'rsating deyishyapti. Mana hammasi juda ham tiniq. 20 tadan upakovka bo'lgan hammasi. Material 100% paxta, hidi, tanaga ozor bermaydi, yumshoqqina. Lekin 3 yoshdan 6 yoshgacha razmer, hammasi 13 ming so'mdan. Rasvetkalar juda ham sirop. Lasinalarimiz bor. Bular ham rasvetkasi juda ham sirop. Mana bunaqa xolalar bor. Mana bunaqa toshli lozimlar chiqarildi. Yangilik. Bular yangilik desam yolg'on bo'lishi mumkin. Mana katta velikan. Bular markiza materialdan ishlangan. Mana bunaqa toshli xolalarga velikan. Narxi 19 mingdan. Buni o'spirin qizlarga tushadiganlar bor. Ular narxi 15 ming so'mdan. Endi paypoqlarimizni keladigan bo'lsa, mana jenskiysi deysizlarmi, muskoy deysizlarmi, hammasi hozir eng trendda. Hozir nima kiyadi? Shu bahor, yoz, kuz, qish. Qishda nachos kiyadi, boshqa mana shu 3 ta faslga mana shu naskilar kiyiladi hozir, lekin narxi 19 mingdan. Bular ham abyomga qopda bosib qo'yganmiz. Juda ham ko'p. Endi mana dvoykalarimiz bor. 29 mingdan Andijon filialida shularda ko'k svetlarini ko'rsatuvdik. Endi hozir bizda rasvetkalari mana juda ham serob. Haqiqiy mana rasvetkamiz ham rasvetka. 29 mingdan. Bular ham mana hozir bittasini ochamiz. Yorqinroq rangini mana. Mana materiali Xitoy material. Lapsha, rezinkalar qo'yilgan, tiniq qilib choklari mana tekis. Mana lozimchasi. Bu menimcha birinchi sinflargacha tushsa kerak. Keyin mana bu koftachasi. Koftasi ham juda chiroyli ishlangan. Lekin atak 29 mingga arziydi bemalol. Arziydi. Xizmatini ham qiladi bemalol. Endi bog'da hop nimalarimiz bor? Mana lasinachamizni kichkina razmerlari bor. Mana 50, 60, 70, 80 razmerlilari bor. Bular 5 ming so'mdan. Bularda ham rasmlari Telegramda bor. Hop, keyin mana katta apalarga tushadigan tigirovka mana bunaqa hadovoy
lasinalar chiqqan mana. Bular ham hozir 8000 so'mdan bo'lgan. Ularda ham mana sifatini ko'rsatamiz mana. Juda ham tiniq, juda ham chiroyli ishlangan bular ham lasinalar. Xo'p, rasvetkasi juda ham serob, bularda ham kamida bir 15-20 xil fasoni bor, sveti bor. Endi hozir bizda bitta qisqacha, minchacha e'lonimiz bor. Bizda metraj mana materiallarimiz bor. Mana bular ham hammasi hozir sotuvda. Bular 17000 bo'lgan ekan. Hozir bizga bitta akamiz turist rulon materialim bor. O'shani imkon bo'lsa sotib bering deyishdi, lekin narxini 9000 so'mdan qilib berishgan. Bizga foyda kerak emas. 9000 so'mdan qilib beramiz mana. Rasvetkalari mana tapchantayda qolibdi-da mana. Bu sveti bor, bu bor, bu bor, bu bor. Endi bularni ko'pidan biz bunaqa ko'ynak chiqarganmiz, juda ko'pidan ko'rishingiz mumkin. Buni 1 metrini 10 ming hisoblagingizda 2,5 metrdan chiqadi, ko'ynagiga 2,5 metrga. Xo'p. 25 ming so'mlik material ketgan mana shunga. Lekin hozir biz 39 ming so'mdan sotyapmiz. Foydani qilyapmiz, lekin siz uyda o'tirib chevar bo'lgan bo'lsangiz foydalanishingiz mumkin. Chunki 10 ming emas, 9 ming so'mdan qilib beramiz materialimizni, rulonini. Bemalol mana shunaqa ko'ynaklarda uyda o'tirib chevar bo'lgan bo'lsangiz bemalol tikib 60 ming, 70 mingdan sotsangiz ham bo'laveradi. Agar qisqa e'lonimiz bor, agar shuni 35 ming so'mdan bersangiz, biz o'zimiz qancha kerak bo'lsa sotib olamizda. O'zimiz 39 mingdan sotib olaveramiz. Chunki bular tikib mana bosganmiz. Hammasi hadovoy ketyapti hozir. Shu materialni agar bizdan 9 ming so'mdan olsangiz, chunki biz ishlab chiqarishimiz, chevarimizni lasina tikaylikmi, futbolka shortimi, to'g'risiga usbit qila olmayapmiz. O'shan hisobiga 9 ming so'mdan qilib berishimiz mumkin materialni. Bemalol ko'ylak tikib, o'zingiz chevar bo'lsangiz 25 minglik material ketadi. 10 mingdan foydani qo'yib, 35 mingdan bizga berasiz. Nechta tiksangiz, naqd pulga sotib olaveramiz. 35 ming, o'zimiz 39 mingdan sotib olamiz. Demak, qanaqadir yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Biz har kuni ishdamiz, mehnatdamiz, dastavka qilib yetkazib beraveramiz. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Ko'rsatilgan mahsulotlarimizning narxlari va rasmlari bo'yicha bemalol Telegram kanallarimizga obuna bo'lib, kuzatsalaringiz bo'ladi. Hurmatli do'stlar, qanaqadir hamkorlik masalasi bo'yicha bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bemalol bog'laninglar. Hozir viloyatlardan yanada ko'payish maqsadida do'kon ochaveramiz. Bu yerdagi ko'rgan yukling katta ob'yomda ham bor. Yetkazib beramiz. Qanchalik bo'ladigan bo'lsa, do'konni to'ldirib ham bera olamiz. Xudo xolasa, ma'lumot olinglar bemalol, batafsil. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat barchaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Daraga turinglar.